Zebur 50. Munajjat. Qadir Xudo Parvardigor xitob qildi jahon ahliga, mashriqdan mag'ribgacha bo'lgan butkul yer yuzdikilarga. Xudoning parlaq nuri julolidi Siyondan go'zallikning kamolati bo'lgan ashu makondan. Rabbimiz sukut qilib turmas zinhor, kelmakda u oldida o't yolquni yalmab kelar. Etrafida bo'ron chopqun vulab kelar. U chaqirib osmon bilan zeminni guvohlikqa deydi mundaq, o'z xalqini tortish uchun so'roqqa. Huzurimga yig'ilinglar, manga sodiq xalqimni qurbonlik qilib, men bilan ahdi tuzganlarni. Arishda namoyon bo'lar Xudoning haqqoniyligi, barhaq olamning so'roqchisidir Xudo o'zi. Men Xudodirman. Sizlarni yaratgan Xudo. Ey xalqim, quloq selinglar manga. Ey Isroil, shikoyatim bor sana. Qurbonliqing uchun ayblamayman seni. Ayblamayman doim otgan ko'ydirma qurbonliqingni. Lozim emasdir manga eg'ilingdiki buqilaring yoki qo'tiningdiki o'chkilaring. Chunki meningkidir o'rmonlardagi barliq hayvonlar, ming'ilgan yayloqlardagi mol-varallar. Manga tabadur tog'lardagi uchar qanotlar, daladagi jimi jonivorlar. So'ramasman sendin qo'rchiqim ochsa navoda, chunki bu dunyo uningdagi maishatlar tavadur manga. Acaba men yermanmu buqa go'shini, icharmanmu o'chki qinini? Qurbonlik sifatida shukrlarni ayt manga. Vafo qil bergan vadanga, men ulug' Xudoga. Chaqir meni har vaqt kun tushsa beshingga. Qutqizaman seni, ulug'laysan meni shunda. Ammo Xudo deydiki razillarga, nima haqqing bor qiroat qilishga nizomlarimni? Nima haqqing bor tilga ilishga akdamni? O'ch ko'radigan tusang ta'limlarimni, rad qiladigan tusang so'zlarimni. Do'stsan o'g'ri bilan, arilsan zinoxo'r bilan. Pasiq so'zlardan tartmaysan tilingni, tiling to'qib chiqar yolg'onchiliklarni. O'tirib elib, qor chaplaysan tuqqiningga, to'kmat qilsan bir qo'rsoq qirindishingga. Sukut qildim qilg'iningda bu ishlarni, o'zingga o'xshash deb o'ylading shunga meni. Biroq men ayblayman cho'qim seni. Oldinga qo'yman qilmishlaringni. Ey meni unutganlar, yaxshi o'ylanglar qilmishinglarni. Bo'lmasa bitchit qilib etaman hamminglarni. U chaqda hech kim qutqizolmas sizlarni. Qurbonlik sifatida manga shukr etganlar, meni ulug'lar. Shunda qilib nechotliqimga erishmak uchun yo'l hozirlar.